Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Sizlar bilan bugun ko'radigan ma'ruzam mashg'ulotimiz mavzusi neft va gaz konlarining ishlash tizimlari bo'lib, ma'ruzamiz quyidagi rejalardan iborat. Ko'p qatlamli konlarni ishlatish obyektlarini ajratish hamda ko'p qatlamli konlarning ishlatish tizimlari. Neft konlarini oqilona ishlatishni loyihalashtirish bir qator tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi. Ular jumlasiga ishlatish obyektlarini ratsional ajratish yoki neft qatlamlarini ishlatish obyektiga ratsional ajratishlarni kiritish kiradi. Demak, ko'pincha neft konining ko'p qatlamliligi qo'shimcha qiyinchilik tug'diradigan yetishmovchiliklar hisoblanadi. Bu holatda burg'ulovchilar, ta'mirlovchilar va ishlatuvchilarning yuqori malakaga ega emasligi va ishni yomon tashkillashtirishdan yuz beradi. Umumiy holatda oladigan bo'lsak, ko'p qatlamli konlar nima degani? Ya'ni bizda bitta quduq orqali qazilgan paytimizda mahsuldor qatlam, ya'ni neft yoki gaz olinishi mumkin bo'lgan qatlamlar 2 yoki undan ortiq bo'lishi mumkin. Bunday haligi uyumlar o'nlab uyumli, demak o'nlab qatlamli konlarni ham kuzatishimiz mumkin. Demak, bizda mana 1, 2 yoki bir nechta, ya'ni 2 dan ortiq qatlamlar ko'rinishi mumkin. Bunday qatlamlar ko'p qatlamli konlar deyiladi. Va ularni ishlatishni esa o'ziga xos chora tadbirlari, ya'ni texnologik yechimlari mavjud bo'ladi. Demak, ko'p qatlamli konlarni ishlatishda qiyinchilik tug'diradigan dedik asosiy sabablardan biri quduqlarni burg'ulovchilarning, ta'mirlovchilarning va ishlatuvchilarning yuqori malakaga ega emasliklari yoki ishni yomon tashkil ettirgan paytlarida ko'p qatlamli konlarni ishlatishda qiyinchiliklar yuzaga keladi deymiz. Ya'ni bu yerda ko'p qatlamlarni ishlatishning asosiy xususiyatlaridan biri demak qatlamni qaysi usullarda ishlatish, ya'ni qatlamni ostidan boshlab, ya'ni pastdan yuqoriga qarab ishlatish kerakmi yoki yuqoridan pastga tomon ishlatilishi kerakmi? Yo bo'lmasa har bir qatlamdagi zaxiradan kelib chiqib, qaysi qatlamda zaxira ko'proq, ya'ni bir qatlamdagi mahsulotni olamiz deb ikkinchi qatlamdagi mahsulotni yo'qotilishiga yo'l qo'ymaslik. Yoki aksincha bir qatlamdagi mahsulotni olib borish natijasida ikkinchi qatlamdagi demak tog' jinslarning o'tkazuvchanligini, ularning kollektorlik xususiyatlarini yomonlashishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak bo'ladi. Demak, shularga qaramasdan ko'p qatlamlilik konlarni juda yaxshi manfaatli tomonlari ham bo'lishi mumkin. Agar neft qatlamlari uzuq va mahsuldorligi ayrim hududlar bo'yicha bir xil bo'lmagan kichik va ultra kichik mahsuldorlikka ega bo'lsa, u holda bu qatlamlarni alohida ishlatish iqtisodiy jihatdan oqilona bo'lmaydi. Shu sababli bularni ishga tushirishga ruxsat berilmaydi. Ya'ni ko'p qatlamli konlarni ishlatayotgan paytda ularni har birining zaxiralari, kollektorlik xususiyatlari, ya'ni qatlamlarning bir-biriga bog'liqligi, agar ularda demak uzuq bo'lsa, mahsuldorliklari bo'yicha demak juda kichik yoki juda kichikalik mahsuldorlikka ega bo'lsa, bunday konlarni ishlatish iqtisodiy jihatdan oqilona hisoblanmas ekan. Bir-biriga yaqin chuqurlikda yotgan 3-5 neft qatlamli hamda ularda neft va gaz bilan tuyunish bosimi ham yaqin bo'lsa, ko'p qatlamli vertikal quduqning debiti bir qatlamli vertikal quduqning debitidan 3-5 marta yuqori bo'ladi. Ya'ni shunday bir holatlar borki, ko'p qatlamli quduqlarni vertikal quduqlar bilan qazish yoki gorizontal quduqlar yordamida qazishning maqsadga muvofiqligi, ya'ni qaysi birining samaradorligini ham bevosita oldin demak iqtisodiy ko'rsatkichlari taqqoslab ko'rilishi kerak bo'ladi. Bir qatlamli gorizontal quduqning debiti bir qatlamli vertikal quduqning debitidan 2-3 marta yuqori bo'lsa, gorizontal quduqning debiti 4-5 marta emas, 2-3 marta ortishi shunday izohlanadiki, demak bunda oddiy neft qatlami monolit hisoblanmaydi. Ya'ni bir tog' jinslardan bir xil jinsli qatlamlardan iborat bo'lmaydi va uning umumiy qalinligi yetarli va samarali qalinligi katta bo'ladi. Bunday qatlamlarda gorizontal quduqlar barcha qatlamchalarni ishlatish maqsadida diagonal gorizontal qilib qaziladi. Gorizontal quduq oddiy holatda qazib qo'yilsa, qolgan qatlamchalar ishlanmaydi va mahsuldorlik pasayib ketishi mumkin bo'ladi. Shuni ham aytib o'tishimiz lozimki, yuqoridagi holatni tushungan holatda uzunligi 10-20 metr gorizontal stvolli quduq archalaridan foydalansa, barcha neft qatlamchalari birgalikda muammosiz ishlatilishi mumkin bo'ladi. Ko'p qatlamli konlarni ishlatish tizimlari. Ko'p qatlamli konlarni ishlatishni 3 ta tizim mavjud bo'lib, bular yuqoridan pastga, pastdan yuqoriga hamda bir vaqtda 2 va undan ortiq qatlamlarni ishlatish tizimlaridir. Yuqoridan pastga ishlatish tizimida yuqoridagi qatlam ishlatib bo'lingach, chuqurroqdagi, ya'ni keyingi qatlam ishga tushiriladi. Bu ishlatish tizimida asosan
zarbali burg'ulash usuli bilan quduqlarni burg'ulash davrlarida qo'llanilgan. Hozirgi vaqtda yuqoridan pastga tizimi chuqur bo'lmagan, kam o'tkazuvchanlikka ega bo'lgan hamda bu qatlamni burg'ulab o'tishda burg'ulash eritmasining yutilishi sodir bo'lmagan hollarda amalga oshiriladi. Pastdan yuqoriga qarab ishlatish tizimi esa qatlamlar ketma-ket navbati bilan pastki qatlam ishlatib bo'lingach, undan keyingi yuqori qatlam ishga tushiriladi va boshlang'ich ishlatilgan qatlam asosiy yoki bazis qatlam deb ataladi. Asosiy qatlam qatlamning yuqori mahsuldorligi va mahsulotning tarkibiga bog'liq bo'ladi. Ya'ni bazis qatlam qatlamning yuqori debitiga va bu yerdagi mahsulotning tarkibiga bog'liq holatda bo'lar ekan. Bir vaqtda 2 va undan ortiq qatlamlarni ishlatish. Bir vaqtning o'zida 2 hamda undan ortiq qatlamlarni ishlatish tizimida bir qancha ishlatish usullari mavjud bo'lib, bular bir qatorli va ko'p qatorli ishlatish usullari deyiladi. Bu usullarni qo'llash uchun qatlamlarni burg'ulash tez sur'atlar bilan amalga oshirilishi zarur bo'ladi hamda hozirgi kun texnologiyaning rivojlanib borishi qatlamlarni bir vaqtda ishlatish imkoniyatlarini kengayib bormoqda. Ya'ni bir-biriga nomutanosib qatlamlarni bir vaqtda ishlatish, asosan ularni ajratish maqsadida fakerlardan foydalanib ishlatilish yo'lga qo'yilgan. Ya'ni bunda demak har bir nechta qatlamni bir vaqtda ishlatayotgan paytda har bir qatlam uchun alohida quvurlar tushirib ko'p qatorli ishlatish usulini qo'llashimiz mumkin yoki bitta quvurlar tizmasi orqali amalga oshirishimiz mumkin bularni. Demak, bu yerda hozir mana aytdik, demak, burg'ulash texnologiyalarining rivojlanishi natijasida bu maqsadlarga erishishimiz mumkin bo'lar ekan. Ko'p qatlamli konlarni ishlatish tizimlarini demak ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu yerda mana A va B'lar quduqlar bo'ladigan bo'lsa, birinchi, ikkinchi, uchinchilar demak mahsuldor qatlamlar yoki gorizontlar deb ataymiz. Bu yerda demak bitta quduq orqali 3 ta bir qatorli quvur orqali demak 3 ta gorizontni ham ishlatishimiz mumkin yoki har bir gorizontga alohida quduqni tushirib, quduqlar qatori qazilib bir qatorli quduqlar holatda olishimiz mumkin. Ya'ni qachonki bu yerda mahsulotlarning tarkibi bir-biridan tubdan farq qiladigan bo'lsa, alohida quduqlar qatori tushirish maqsadga muvofiq bo'ladi yoki ularda demak aytdik o'sha gidrodinamik sharoitlar nomutanosib bo'lsa, ya'ni bosimlar keskin farq qiladigan bo'lsa, ya'ni mana misol uchun 3-gorizontdagi qatlam bosimi juda yuqori bo'lgan paytda, demak mahsulot kela boshlagan payt, quduq ustida ko'tarilgan payt, ikkinchi qatlamga kelgan paytda, ikkinchi qatlamdagi endi quduq tubidagi bosim mana bu qatlam bosimidan, ikkinchi qatlamdagi bosimdan yuqori bo'lsa, mahsulot quduq ustigacha ko'tarilishi emas, qatlamga yutilishga ketadi. Ikkinchi qatlamga yutilish sodir bo'lishi mumkin. Demak, bu jarayonda biz mahsulotning ma'lum bir qismini yo'qotilishiga olib kelamiz. Bu esa iqtisodiy jihatdan samarali hisoblanmaydi. Xuddi shunday birinchi holatda ham bo'lishi mumkin. Bunday sharoitlarda demak biz bir quduqlar, bir tizim qatorli quduqlar orqali ishlatayotgan vaqtimizda alohida quduqlar qatorini tushirishimiz yoki alohida demak kolonnalarni tushirishga zarur bo'ladi. Yoki aytdik, mahsulotlar tarkibi jihatdan bir-biridan keskin farq qiladigan bo'lsa, u holatda ham alohida quduqlar qatorini tushirishimiz kerak bo'ladi. Agarda mahsulotlar bir-biriga juda yaqin bo'lsa hamda gidrodinamik munosabatlar keskin farq qilmaydigan bo'lsa, bitta quduqlar qatori orqali 3 ta mahsulot qatlamini ham olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bu yerda mana xuddi shu jarayonni ko'rishimiz mumkin. Mana yana bizda keyingi bir holatda ko'rinishi bo'yicha demak mana bir quduqlar orqali ham demak quduqlar ishlatish. Bu yerda yana shunday bir holat borki, quduqdan olinayotgan mahsulotlarni quduqni ishlatish usullarini ham bir-biridan keskin farq qilish mumkin. Ya'niki, demak birinchi qatlam favvora usulida, ikkinchi qatlamimiz kompressor usulida yoki nasosli usulda yoki ikkala qatlamimiz ham favvora yoki ikkala qatlamimiz ham nasosli usulda hamda kompressor yoki nasosli usullarda ishlatilishi mumkin bo'ladi. Qatlamlarni bir-biridan farqlashligi ajratish uchun mana pakerlar qo'llanilib, demak pakerlar yordamida quvurlar oraliq qismini demak berkitish orqali bir tizmali qatorlar bilan ham demak bevosita biz quduqlarni ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Bunda demak quduq mahsulotlarini bir-biriga o'tishini oldini olish uchun pakerlar yordamida halqa qismlarini bo'shatib olamiz. Quduq usti jihozlanishi demak ko'rishimiz mumkin. Ko'p qatorli quduqlarni ishlatishda, ya'ni bir nechta olish liniyalari orqali quduq usti jihozini demak armaturalarini o'rnatamiz.
Hurmatli talabalar, sizlarga taqdim etadigan ma'ruza mashg'ulotimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi ma'ruza mashg'ulotlarga ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.